Assalomu alaykum hammaga. Aka-ukalar, bizda Moskvada mana shunaqa pagoda, Tula shahrida shunaqangi qor yog'yapti. Aka-ukalar, hozir bitta narsani aytaman. Butun dunyoda mana shu narsalar bo'lib olyapti. Hozir video davomida ko'rasizlar. Qayerdadir yomg'in, qayerdadir qor. Endi shu meni fikrimda bir nima deydi, savol tug'ilyapti. Bu nimani alomati? Mani ko'pchilik tushundi. Kommentariyalarıngizni qoldiring, videoni maksimalni tarqatib o'ramiz. Hammaga rahmat. Mana qorni qaranglar akalar, qorni. Lekin havo unchalik sovuq emas, havo issiq. Baribir endi qorda, yomg'in, qor, Moskva, bo'ron hamma yo'q. Hammaga rahmat aka-ukalar, musofirlarni Alloh asrasin.